Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Bütün Türk dünyasının ən əsaslı liderlərinin biri deb tanılğan mərhum Eysa Yusuf Altekin əpəndiminin vafatının 28 illik münasibəti bilan 17 dekabr günü düşdən burun Eysa Yusuf Altekin vəqfəsinin orunlaşdırışı və Dünya Uğur Qurultayı vəqfəsi, Şərq Türkistan vəqfəsi, Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşu, Umay Ana Ayal Akademiklər Cəmiyyəti, Türk Dünyası Qayrindaş Millətlər Cəmiyyəti, Dövlət İttifaqlıq Cəmiyyəti qatarlıq təşkilatlarının yaxından maslaşışı bilan İstanbulda Eysa Yusuf Altekin və üç əpəndilərini xatırlaş və düşünüş degan temada zor köləmlik muhakimə və xatırlaş yığını ötküzüldü. Eysa Yusuf Altekin vəqfəsinin rəisi Cahit Tak əpəndiminin riyasətçilikdə ötküzülgən məzkur xatırlaş yığınıga Türkiyədə fəaliyyət elib beriyotqan Uyğur təşkilatlarının asaslı məsulları, Uyğurlarning jamoat arboblari, Türkiyədəki hər qaysı siyasi partiyalarning və ommaviy təşkilatlarning məsullarından bo'lib 400 nəfərə yaqin kishi qatnashdi. 40 yillarda Uyğurlar arasida üç əpəndilar deb tanılğan Türk millatchiligining tipik vakillaridan Eysa Yusuf Altekin, Muhammed Emin Bug'ra və Mesut Sabiri Bayquzi əpəndilar Şərq Türkistan xalqı ichida vatanparvarlik, millatchilik və jadidchilik harakatining kuchayishida turkilik və yetakchilik rolini o'ynagan. 1949 yılı vatanimiz Şərq Türkistan Xitay kommunistlarining tajovuzga uchragandan keyin Eysa Yusuf Altekin bilan Muhammed Emin Bug'ra əpəndilar bir turkum vatanparvar Uyg'urlarni boshlab Hindistonning kontrolidagi Kashmirga hijrat qilib chiqqan və 50 yillarning boshlarida Turkiyaga kelib yerlashgan. Mesut Sabiri Bayquzi əpəndim bo'lsa kasallik sababi bilan vatanda qilishga majbur bo'lgan va 1952 yılı Xitay kommunistlar tarafidan shahid qilingan edi. 1933 yılı Qashqarda qurilgan Şərq Türkistan İslam Cumhuriyetining asosli qurg'uvchilarining biri və Cumhuriyet tarkibidagi Xotan amirligining bosh amiri Muhammed Emin Bug'ra əpəndim 1965 yılı Anqarada, Eysa Yusuf Altekin əpəndim bo'lsa 1995 yılı 17 dekabr günü İstanbulda alamdan o'tdi. İstanbulda o'tkazilgan bu qitim xatırlash yig'iniga Germaniyadan tor orqali qatnashgan Dünya Uğur Qurultayining raisi Dolqin Eysa əpəndim qilgan so'zida 20 asrdagi Şərq Türkistan milliy ozodlik harakati tarixida üç əpəndilar deb hurmat bilan ta'riflanadigan və ay yıldızlıq kök bayraqning bugun qadar yetib kelishiga buyuk töhfalarni qo'shgan Eysa Yusuf Altekin əpəndining kurash tarixiga yuqori baholarni berdi. Dolqin Eysa əpəndim so'zida yana muhojiratga butun qarindoshlarimizni, bo'libmi yoshlarimizni, marhum liderlarimiz Muhammed Emin Bug'ra va Eysa Yusuf Altekinlarning o'z xalqining erkinligi, vatani Şərq Türkistanning mustaqillik uchun bir umr tinimsiz kurash qilishda qaysar irodasiga varislik qilishga chaqirdi. Xatırlash və muhakimə yığınında Şərq Türkistan vəqfəsinin rəisi Dr. Muhittin Can Uyğur, dövlət rəhbəri Dr. Mesut Sabiri Bayquzining hayoti və fəaliyyətləri degan temada, tədqiqatçı Abdulla Oğuz əpəndim bolsa şair, yazğıcı, tarixçi, mücahid və müdərris Muhammed Emin Bug'raning kurash hayoti və əsərləri degan temada, Eysa Yusuf Altekin vəqfəsinin sabiq rəisi Dr. Ömər Qul əpəndim bolsa, bir davrning lideri Eysa Yusuf Altekin əpəndimning hayoti degan temada ilmiy doklad sundi. Yig'inda so'z qilgan hukumat va har qaysi siyosiy partiyalar va ommaviy tashkilotlarning mas'ullarimi Eysa Yusuf Altekin əpəndining faqat Şərq Türkistan xalqining lideri emas, balki butun Türk dunyosining lideri ekanligini alayda ta'kidlab o'tishdi. Xatırlash faoliyatidan keyin bir turkum yig'in qatnashchilari Eysa Yusuf Altekin əpəndining İstanbuldagi oila qabristonligiga berib, mərhumning ro'yiga atab Qur'on tilovat qilishdi. Kasallik sababi bilan bu qatim xatırlash faoliyatiga qatnasha olmagan Eysa Yusuf Altekin əpəndimning Germaniyadagi cho'ng o'g'li, Dünya Uğur Qurultayining sobiq qurg'uchi raisi, milliy rahbarlarimizdan Erkin Altekin əpəndim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida, bu qatim faoliyatni o'rinlashtirgan tashkilotlarimizga va butun yig'in qatnashchilariga Altekin oilasi nomidan alayda rahmat aytadiganligini bildirdi. Avropa Parlamentining 13 dekabr kuni o'tkazilgan muzokara yig'inida parlament a'zosi Shvetsiyalik siyosiyun David Lega so'zga chiqib, kishilik huquqni dafsan qilguvchi Xitoy amaldorlariga texmi ko'p jazo qo'yishga chaqirgan. Shundaqla Xitoydan ilhom to'xti qatorliq tutqunlarni qo'yib berishni talab qilgan. Avropa Parlamentining bu qatimliq muzokarasi Avropa Ittifoqi rahbarlari 14 va 15 dekabr kunlari yig'in o'tkazib, Rossiyaning Ukraina urushiga yordam qilgan Xitoy shirkatlariga embargo qo'yish qo'ymaslik muzokara qilish harfida elib berilgan. Ma'lum bo'lishicha, Avropa Kengashining prezidenti Charles Michel bilan Avropa Komitetining raisi Ursula von der Leyen bu ayning boshlari Xitoyda ziyoratda bo'lganda Xi Jinping Rossiyani harbiy asirlar bilan ta'minlab, Avropa Ittifoqining Rossiyaga yurgizgan embargosiga xiloflik qilgan 13 Xitoy shirkatining tizimligini bergan. David Lega Avropa parlamentida qilgan so'zida mundaq degan: "Men noyabr oyida deb o'tganda kommunist Xitoy hokimiyati Avropa uchun uzun muddatli eng chong tahdid. U sistemalik darajadan tashqari dunyo hukmronligini qo'g'lashmoqda ham buning yetishining planini tuzmoqda. U demokratiya va kishilik huquq,
qonun bilan tehdit salmoqda. David Leganing ta'kidlashicha, Xitoy dunyoviy cho'ng kuch sifatida alayda majburiyatga ega bo'lsa-mu, Xitoy rahbarlari dunyoviy masalalarni hal qilishdan ko'proq dunyoviy masala paydo qilmoqda ekan. U Xitoyning Ukraina urushida Rossiyani qo'llash, Tayvanga tehdit silish, kishilarni nahaq qamash, istibdod qimmat o'lchimini eksport qilish, Tibet va Sharq Turkistonda majburiy assimilyatsiya ilib berish, majburiy emgak, insoniyat qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik xavfi paydo qilish orqali masala yaratganligini bildirgan. David Lega so'zining oxirida biz barliq vositalarni ishlatib, bu dokladda aytilgandek kuchlik va aniq ravishda Xitoyga ziyoda tayinishni rad qilishimiz, qattiq savdo tadbiri qo'llanishimiz, kishilik huquqni dafsan qilguvchilarga texim ko'p jazo qo'yishimiz, Ilhom To'xti, Gui Minxey, Jimmy Lai va nahaq qamalgan barliq kishilarni qo'yib berishni talab qilishimiz kerak degan. Xitoy Davlat bexatarlik ministerlik xodimlarining Xitoyning Uyg'urlarni lagerlarga solishi va majburiy emgak silish masalalaridagi tadqiqoti bilan dong chiqargan Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotir fondining oliy tadqiqotchisi Dr. Adrian Tsenski hujum qilishda belgiyalik bir siyosatdan foydalanganligi oshkorlandi. Angliyaning Moliya vaqti gazeti, Germaniyaning Spiegel, ya'ni Aynak, Fransiyaning Le Monde gazetlari birlashib elib borgan bir tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Davlat bexatarlik ministerligining Daniel Wu ismli bir jasusi, Belgiyaning radikal o'ngchi siyosiyon, Belgiya Kengash palatasining sobiq a'zosi Frank Krilmanni pulga setib olib, 3 yildan ortiq vaqt Xitoyga foydali ishlar uchun ishlatgan. Tekshirish doklatidan Xitoy josuslik organining Frank Krilmandan Dr. Adrian Tsenski hujum qilib, uning obro'yini tushirishni, uning atalmish satchiliklarni oshkorlashni talab qilganligi ma'lum bo'lgan. Moliya vaqti, Le Monde va Aynak gazetlarining oshkorlashicha, ular Daniel Wu bilan Frank Krilmanning 2019-yildan 2022-yilgacha bo'lgan oraliqda yozishgan tekst yozmalariga erishgan. Bu yozmalarni Yevropadagi bir bexatarlik o'rni qo'lga tushirgan ekan. Bu yozmalarda Daniel Wuning Frank Krilmandan G'arbni parchalash, Yevropadagi Xitoyning Hong Kong demokratiyasini bostirishi, Uyg'urlarni jazolashiga doir masalalardagi muzokaralarni Xitoyga foydali tarafga burashda foydalanganligi qayd qilinmoqda. Xabarda ma'lum bo'lishicha, 2021-yili 1-oyga oid bo'lgan bir yozmada Xitoy taraf Frank Krilmandan barliq choralarni qo'llanib, Adrian Tsenskining obro'yini tushirishni talab qilgan. 2021-yilning boshlarida Adrian Tsenskiga qartilgan hujum yuqori pallaga chiqqan edi. Adrian Tsenski 15-dekabr LinkedIn nomli ijtimoiy taratqush suhbatidagi inkasida bu hayron qolarlik bo'lmasa-mu, lekin buni uning og'zidan bevosita anglash to'liq hayron qolarlik deb ko'rsatgan. Xabarda qayd qilinishicha, Daniel Wuning Krilmanga yozgan bir qatimliq yozmasida bizning maqsadimiz Amerika Yevropa munosabatini parchalash deyilgan ekan. Xabarda mazkur yozmalarning Xitoy josuslik organining dunyoning har qaysi joylaridagi siyosiy muzokaralarni qanday monopol qilishga urinayotganligiga doir tafsilotlarni oshkorlab berganligi bildirilgan. Belgiyaning Bryussel Erkinlik Universiteti Xitoy turmusida tanilgan Uyg'ur folklorshunos Xinjiang Universitetining sobiq professori Rayla Davudga faxriy doktorlik unvoni bergan. Ma'lum bo'lishicha, Rayla Davud 2017-yili 12-oyda Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilinib, naq 6 yil bo'lganda Bryussel Erkinlik Universiteti uning Uyg'ur folklori va insonshunoslik ilmiy sohasidagi ilmiy tadqiqoti va bu yo'lda to'layotgan bedelni nazarda tutib, uningga mazkur universitetning faxriy doktorlik unvonini loyiq ko'rgan. Professor Rayla Davud 2017-yili 12-oyda Xitoy doiralari tomonidan Urumchida tutqun qilingandan beri uning yaqinqi vaqtlargacha hech qanday izdirki bo'lmagan. Faqat bu yil 9-oyda Amerikadagi kishilik huquq tashkilotlaridan Dialog fondi Rayla Davudning oqibati haqida bayonot e'lon qilib, uning 2018-yili bo'lginchilikni targ'ib qilish, davlat bexatarligiga xavf yetkazish bilan ayblanib umrlik qamoq jazosi hukm qilinganligini bildirgan. Mazkur fondining ayni vaqtda bildirishicha, ular Rayla Davudning oqibatini necha yil surishtirish orqali oxiri Xitoy amaldorlaridan uning umrlik qamoq hukm qilinganligiga doir uchurga erishgan. Dialog fondi yana hukumat doiralaridan uning qayerda ekanligi, salomatlik ahvoli va oilasi bilan aloqalash huquqining bor-yo'qligi qatorliq texim ko'p uchurlarga erishishning yo'lini qilayotganligini aytgan edi. Bryussel Erkinlik Universiteti Xitoy tadqiqot o'rnining direktori professor Vanessa Frangevelning 15-dekabr X'da e'lon qilgan uchurida Rayla Davudning Bryussel Erkinlik Universitetining faxriy doktorlik unvoni bilan mukofotlanganligini bildirgan. 1966-yilda tug'ilgan Rayla Davud ilgari Beijing Pedagog Universitetining doktorlik unvonini olgan. Uning 2001-yilda nashr qilingan Uyg'ur mozor madaniyati tadqiqoti nomli asari bu sohadagi nopuzli asarlarning biri deb qaralib kelmoqda. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishkicha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.